aniq aytolmayman. Bunaqa narxga, bunaqa remontli 2 xona Yunusoboddan topish qiyin. Yunusobod Toshturmaga kelganmiz, 2 xona 4-etajda uyimizda chiqyapti. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'pti. Mana bu yoqda stol, mebellarni hammasini qilib ketishgan ekan. Srazu o'ng qo'limizda sanuzil boshlanib ketadi. Samishoniy qo'shgan ekan mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Uyimiz yangi Euro remontdan chiqqan, avstrskiy remont. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli qilib remont qilib qo'yishgan ekan. Mebel, texnika, hamma narsa pat ключ. Kirib yashab bersanglar bo'ladi. 2 xona, 3 xona qilingan desa ham bo'ladi. Bu yog'imizda bitta deski xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi mana. Balkonimiz 2 ga 6. Mana rasmlarga ahamiyat berasizlar. Chiroyli qilib qo'yishibdi. Mana oshxonasi ham. Oynalar ham alfaga almashgan ekan. Uyimizdan uyimizdan 51 kvadrat, g'ishtli domimiz bo'ladi bu. Xo'p. Bu yog'imizda spalni xonamiz. Spalnida mana kerakli hamma mebel, texnika, shkaf, hamma narsani qo'yib ketishgan ekan mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli qilib qo'yishibdi. Havas qilgan like bosib qo'yinglar. Xo'p, bu uyimizni narxiga kelamiz. Narxini 67 ming deb so'rashyapti. Yana sunnatiga ozgina o't berilgan joy bo'ladi. Bu uyimizda to'liq ipoteka ham to'liq keladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Yana shunaqa yaxshi variantlarni o'tkazib olmoq uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.